Emizikli onalarimizdan juda ham ko'plab savollar kelishadi. Emizikli onalarimiz majburiy bo'lgan holatlarda ayniqsa ko'plab preparatlar ichida antibiotiklarni nazarda tutishimiz kerak. Chunki onalarimiz majbur bo'lganda antibiotiklar olayotgan paytida ular emizadi, ya'ni sutdan o'tib ketadi bu preparatlar. Shuning uchun ham emizikli onalarga juda ko'p preparatlar mumkin emas. Ya'ni sut natijasida bolaga ziyon berib qo'yishimiz mumkin. Agar ona majbur bo'ladigan bo'lsa, nima vaziyatda va qanday bolaga yordam qila olishimiz mumkin? Agar ona emizikli ona antibiotik terapiya olayotgan paytida muolaja tugaguncha bolani qorin og'rimasligi uchun, dam holatlari kuchayib ketmasligi uchun, spazmlar chaqirib qolmasligi uchun probiotiklar va zamburug'ga qarshi protigrippoid preparatlar bu onani o'ziga ham bolaga ham tavsiya qilinishi shart. Va bolani ichi har kuni kelishini nazorat qilish kerak va ko'krakning oldingi qismi sutini sog'ib tashlash va onalariga kunlik tana vazniga me'yorlashtirilgan holatda kunlik suyuqlik miqdori yoki o'sha qaynagan suv kipitok holatlarida ichishni tavsiya qilamiz. Ona antibiotik olayotgan paytida emizmay tursamchi yoki smes yeb tursamchi degan savollar ham uchraydi. Bu juda ham to'g'ri savol, lekin o'sha sun'iy sutlarga bolalar ayrim vaqtlarda o'rganib qolib, ona ko'kragini qayta ololmay qolishi. Mana shunday vaziyatlar ham bo'ladi. Bolani emizmaslik uchun o'sha davlat, ya'ni butun dunyo standartlari bor. Shu standartlar ichiga, ya'ni antibiotik terapiya kirmaydi.